Bular Cha Invuning avtograflari. Sening eng yaxshi kuningda berish uchun yig'ganman. Oldinroq u akamning eng yaqin do'sti ekanligini ayta olmaganim uchun uzr so'rayman. Ular mendan iltimos qilganlari uchun men senga bularni ayta olmadim. Sen doim Cha Invu haqida menga aytganingda men xafa bo'lardim. Chunki o'zimni qandaydir bir jinoyat sodir etgandek his qildim. O'sha kuni senga bularni hammasini aytmoqchi edim, lekin sen birinchi fotosuratlarni ko'rding. Sen bilan tanishishim o'rta maktabdagi eng katta sovg'am bo'ldi. Dokhi, meni kechir. Salom amaki. Dokhi, bu yerda nima qilib turibsan? Men ichkariga kirishni o'ylab turgandim. Buni nimasini o'ylaysan? Qani, yura qol ichkariga. Ularga nima bo'lgan? Bilmasam, balki ular urushib qolgandir. Men seni hali to'liq kechirganim yo'q. Shunga qaramay, bu yerga kelganing uchun rahmat. Men juda xursandman. Invuning ovqat to'plami har doim yaxshi. Istaganingcha ovqatlan. Bu sen uchun butun umr bepul. Rostami? Bu badangni esimdan chiqarmayman. Dokhi. Ularga nima bo'ldi? Yaxshimisan? Sen uchun abadiy bepul. Birinchidan biz Invuga yordam berishimiz kerak. Ha, Dokhi, iltimos menga yordam ber. Senga emas, Invuga. Sen yolg'onchisan. Men Invuga muammo tug'dirayotgan odamni topaman va uni yirtib tashlayman. Do'stlar, kelinglar birlashaylik. Biz uchun Invu muhim. Olg'a. Eshitaman. Gohi, biz manbaning aybli manzilini topdik. Qizig'i shundaki, bu manzil Invuning agentligi binosi yonidagi shaxsiy kompyuterxonada joylashgan. U ko'plab yomon izohlar qoldirgan. Uning identifikatoriga Invu Kill deb yozilgan. Biz ma'lumotlarni kuzatyapmiz. Demak, Invu Kill. Rahmat Dokhi senga. Men Dokhiga ishonaman. Bu kim bo'lishi mumkin? Men endi eslatmadan va Dokhidan xabar kutaman. Oh, kutish qanchalar qiyin. Iltimos menga yordam ber.
Shu yerdagi xavfsizlik kameralarini tekshirishimiz kerak. Demak, A jamoasi tashqaridagi kameralarni, B jamoasi esa ichkaridagini tekshiradi. Ketdik. Salom, siz shu yerda ishlaysizmi? Ha. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nimani? Bular buzilganga o'xshaydi. Hech qaysi ishlamayaptimi? Bular juda eski, shuning uchun to'g'ri ishlamaydi. Nima qilsak ekan? Bularsiz biz hech narsa qila olmaymiz. Sizga rahmat. Uni qayerdadir ko'rgandayman. Xayr, yaxshi qoling. Bu o'sha videodagi joy. Kel, qidirishni davom etaylik, yana nimadir toparmiz. Bu videodagi qiz emasmi? Bu hisob yana o'chirilgan. Buni dastur orqali o'tkazganimda uning yuziga o'xshab qolibdi. Bu plastik jarrohlik. Osiyo bo'ylab gastrol safarlaridan keyin Astro Koreyaga qaytdi. Cha In-bu haqidagi mishmishdan keyin uning muxlislari Cha In-buga yordam berish maqsadida unga yozilgan barcha sharhlarni to'plashmoqda va ularni qonuniy chora ko'rish maqsadida advokatga topshirishmoqda. Bu shunchaki yomon niyatli sharhlardan kelib chiqqan mishmishmidi? Yoki farishta niqobi ostidagi yulduz haqiqati? Alo. Men qo'rqib ketyapman. Agar biz qo'lga tushsak nima bo'ladi? Hozircha narsalaringni yig' va singling bilan AQShga jo'na. Biroz vaqt menga qo'ng'iroq qilma. Men ham ortingdan boraman. Tushundim. Qanchalik shovqin ko'tarilsa, pullarimiz ham shuncha ko'p bo'ladi. Tez orada qo'ng'iroq qilaman. Ehtiyot bo'l. Kech bo'ldi. Birinchidan chayin bu ovqat to'plamini yeyman. Keyin uchrashuv. Voy, qo'rqib ketdim. Yana tovuq yeyishga boramizmi? Akademiyada ovqatlansak ham bo'lardi-ku. Oxirgi paytda tovuq go'shtiga berilib ketding. Men har doim tovuq go'shtini yaxshi ko'raman. Yolg'on gapirma. Bu nima bo'ldi? Nima? Bu haligi
Mashina raqamini ko'rdingmi? Haligi 13 HE 745.